Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. 2026-yil 11-fevral kuni sizlarga tavblar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Hurmatli dehqonlar, Global firmasini Crimson Seed degan tarvuzimiz bor, Producer degan tarvuzimiz bor. Amerikadan keltirilgan Agroset kompaniyasini Producer degan sortimiz bor. Vitaset firmasini Netsa degan tarvuzimiz bor. Holler kompaniyasini bu ham Amerikadan keltirilgan Producer va Crimson Seed tarvuzlarimiz bor. Royal Sirius degan tarvuzimiz bor. Amerikadan keltirilgan Avalon Bomba, buni ko'pchilik bilishadi. Bu tarvuz ham sotuvda mavjud. Bursa tuxum kompaniyasining Producer degan sortimiz bor. Naska firmasining Crimson Seed va Producer tarvuzlarimiz bor. Agrotech firmasini Super Crimson Seed va Imperator degan sortlarimiz bor. Holler kompaniyasini Producer degan sortlarimiz bor. Va ko'pchilik dehqonlarimizga tanish qizil pochkali Holler, Silik Holler nomi bilan tanilgan. Bu tarvuz ham juda yaxshi, hosildorligi zo'r, yirik bo'ladi. Va Ecoset firmasining Gigant degan tarvuzimiz bor. Bu tarvuz hozirgi kunda eng rentable, eng mashhur tarvuzlardan biri. Hosildorligi bo'yicha juda ham yaxshi ajralib turibdi. Issiqqa chidamli, O'zbekistonning barcha hududlariga yaxshi tushgan. Palak tizimi baquvvat. Eng asosiysi hosili sifatli bo'ladi. Hurmatli dehqonlar, manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahri, Bektemir tumani, Fort City dehqon bozori 45-do'kon. Respublika bo'ylab dasturxonimiz bor. Bundan tashqari bizga barcha turdagi urug'lar sotuvda mavjud. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.